Birinchi pishirmoqchisiz, lekin uyda sut yo'q. Qo'shniznikiga chiqib sigirini sog'aydi deyman. Urug' sutli poroshokladan ham foydalansangiz bo'ladi, buni bilarmidingiz? Natijani bilish uchun layk, podpiska bosib qo'ying, videoni oxirigacha ko'ring. 3 ta tuxum, 1 chimdim tuz, 2 osh qoshig'ida shakar, 1 ta pachka razrixitelь va 125 milligrammiday o'simlik yog'ini solamiz. Uni ketidan 1 litrida iliqdan issiq suvimizni ichiga 5 osh qoshig'ida quritilgan sutlarimizni solamiz. Shunaqa sutga o'xshagan massa paydo bo'ladi va uni solib, ustidan 3 piyola unni solib, ozgina massamizni tindirib olganimizdan keyin skоворodkamizni bitta yog'lab olamizda. Mana shunaqa qilib quyib yuboramiz. Qarabsizki, teshiy-teshiychali shunaqangi apetitli birinchi yili tayyor bo'ladi. Eng zo'r joyi, bu birinchigimizdan hech qanaqa sodani ta'mi kelmaydi, chunki bunga faqat razrixitelь qo'shilgan. Razrixitelь ichida ham soda bor-u deb yozadiganlar bo'ladi, men bilaman. Lekin razrixitelda soda bo'lgani bilan sodani o'zini qo'shganga qaraganda buni ta'mi juda boshqacha, juda ham приятный mayin bo'lib chiqadi. Yeganingizda ta'mi midangizga tegmaydi ham, tez tugab qoladi. Endi ham uyda sut yo'q deb bahona qiladigan bo'lsangiz, uyat bo'lib ketadi-yu. Nachinkasi uchun kartoshka go'shtdan foydalanib, siz xohlagan nachinkangizdan foydalanib, o'zingizni xohishingizga ko'ra qilsangiz bo'ladi. Mana birinchigimiz shunaqa ingichka, teshik-teshiklari ko'p, chiroyli bo'lib chiqdi. Hozir Ramazon oylarida iftorlik saharliklarga zo'r variant. Bu mazza qilib yumshoqqina yeb oladigan, me'daga tegmaydigan bo'ladi. Xonadonlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Yana qanaqa retseptlarni joylashimni xohlardingiz? Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Mendan uzoqlashmang, podpiska bo'lib qo'ying. Men sizga eng yaxshilarini tavsiya qilaman.